o'tkazib, uni shakliga olib keladigan holatini ko'rsatib beramiz hozir. Germanskiy brend shurpa yordam bo'ladi, udar funksiyasi boridan bo'ladi. Ikkita akkumulyator zaryadniki bo'ladi. Normada hozir ochib qo'ying. Assalomu alaykum Maytech kanalimizga obunachilar. Mana bugun yangi Monster drabilkalarimiz yetib kelgan. Xitoydan keldi. Hozir bularni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman va bonuslar bor akalar. Har bittasiga 3 tadan bonus qilganmiz. Narxini ichiga dastlabkilari hamma narsasi tekin 3 ta kerakli shurpayor drill bolgarka 3 ta bonusga qo'shib beriladi. Tekin narsalarni ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana bunimiz 7,5 kilovatli Monster drabilkamiz juda zo'r. Ko'p odamlar so'rayotgan drabilkalardan biri. Xo'p, soatiga 700-900 kilo. Bu 700-900 degani setkalari 5 xil bo'ladi akalar. Mayda setkasini qo'ysangiz 700 kilogacha tushib ketadi eng kamida. Katta setkalarga 900 kilogacha akalar. Eng katta teshikli setkasini qo'ysangiz. Bu 7,5 kilovatlisi bo'ladi akalar. Siklondan olib balanddan tushirtirib beradi. Narxi akalar $1000, ichida bonuslari, dastlabkilar tekin bo'ladi akalar. Motorlari mis atmotkali, 100% mis atmotkali bo'ladi. Mana bunisi 15 kilovatli siklonli. Bu kattaroq, mana bu tomoni ham yirikroq, setkalari 5 ta. Motori 15 kilovat. Soatiga 1 tonna 200 chiqaradi. Bunisi. Xo'p. Buni narxi keladigan bo'lsa $1200, dastlabkilari tekin. Hozir qani ketdi ishlatib bir boshdan hammasini ko'rsatamiz va bonusiga beriladigan narsalarni ham ishlatib ko'rsatib beramiz akalar. Akalar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videomizga like bosinglar. Shunaqa kerakli videolar, mana shunaqa drabilkalar ishlatilgan videolarni realni test qilib ko'ramiz va gruppaga joylab boramiz. Kanallarga, YouTube kanalimiz, Telegram kanalimizga joylab boramiz. Obuna bo'lib qolsanglar, shunaqa kerakli videolarni o'tkazib olmaysizlar. Qani ketdik, ishlatib ko'ramiz. Mana buni o'tga olib qo'shib oldik. Endi olmash qopdagi mana donni hali ajratilmagani mana ko'ryapsiz. Ana shuni hozir sizlarga o'tkazib, uni shakliga olib keladigan holatini ko'rsatib beramiz hozir. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Nega sog'laylik? Mana ochib, registratsiya qilaverasizlar. Endi don solamiz hozir. Ajratilgan donni o'zini solamiz.
Mana. Sog'lom. Makachi qordonni hozir o'tkazib ko'ramiz mana. Normada hozir ochib qo'yibman, o'zi ketaveradi mana. Vibratsiyasi bilan sekingina o'zi o'tkazaveradi. Mana normada shuncha ochib qo'ysangiz yetarli. Gaz saraverasiz. Mana ko'ryapsiz, 15 kilodonni hech qancha vaqt o'tgani yo'q mana. Ko'plarni ham aylab oladi. Mana. Mana, bo'ldi o'chirsak ham. Tozaladik hozir, ko'rdingiz? Sal yarim qopdan ziyodroq doni tozalanmagan tanasi bilan o'tkazdik va 15 kilo donni soldik. 15 kilo donni ko'rdingiz, 1 minutga ham olib bormasdan o'tkazib tashladi. Endi donimizni hozir ko'ramiz, qay darajada o'tkazganligini hozir. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsatib beramiz. Mana buni ko'ring, buni mayilligini. Har qanday molga yuqadigan qilib chiqazib berganda buni. Mana ta'kida qolgan desangiz, boyagi tanasi bilan chiqazganmiz mana. Eng ta'kini olyapman. Ko'ryapsizmi? Boyagi sutani tozalanmaganini ham tanasi bilan qanaqa tozalab berdi. Maydalab berdi, mayda qilib. Ko'ryapsizmi mana, yuqadigan qilib. Bemalol sepib bersangiz bo'ladi buni. Chiqazishi juda tez. Aytgan ko'rsatkichdan ham ko'proq chiqazadi bemalol. Bu yerda minimum ko'rsatilgan 700-900 deb 1 tonnadan ziyod chiqazib beradi. Mana shu setkada ham bemalol o'ylanmasdan solaversanglar bo'ladi. Ishlash jarayonini ko'ryapsizlar. Solganimiz bemalol birdaniga tozalab, birdaniga maydalab tashlayapti uni. Hech qanday muammo qilgani yo'q. Tadbirkor akalarimiz bo'lsa bemalol murojaat qilinglar mana shu raqamlarga ekrandagi. Yetkazib beramiz 12 ta viloyatga. Narxlari o'sha yozilgan narx bo'yicha yetkazib beramiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Boshqalarni ham keyinchalik bularni ko'rsatib 15 kilovat, 22 kilovatlarni hammasini obzor qilib boramiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib boringlar. Manzilimiz Toshkentda joylashgan, Toshkent shahrida. Keyin Tojikiston, Qirg'izistonda akalarimiz ham qiziqish bildiradigan bo'lsa, imkonimiz bor, yetkazib beramiz. Chiroyli narxlarda yetkazib, o'sha Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham mana shu narsalar hozir ishlatyapti akalarimiz. Yetkazib berdik. Bemalol murojaat qilaveringlar. Tojikiston, Qirg'izistonga ham, qo'shni respublikalarga ham yetkazib beramiz. 12 ta mana shu respublikadan tashqari o'sha chetlarga ham chiqazib, yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Bemalol yetkazib beramiz. Akalar, mana bu Monster drabilkalarimizga hozir bonuslarni ko'rsatib o'taman. Bitta bir boshidan narxlari, bonuslari tekinga bo'ladi akalar. Narxining ichida dastavkalari hamma narsasi 12 ta viloyatga tekinga. 7,5 kilovatli ishlatib ko'rsatdik, videosini ko'rdingizlar. Mana chiqargani narxi $1000 aka qilib beramiz. Hozir buni bonusdagi narsalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda kerakli narsalardan qilganmiz. Bunisi 15 kilovatlisini narxini $1200 deb belgiladik. Bunga ham bonuslari ichida bo'ladi, dastavkalari tekin bo'ladi. Akalar, bonusiga qanday narsalar qo'shib beramiz? Xo'p. DeWalt germanskiy brend shurpa yordam bo'ladi, udar funksiyasi boridan bo'ladi. Ikkita akkumulyator zaryadniki bo'ladi. Bosch germanskiy ikkita akkumulyatorli bo'ladi bu ham. Xuddi o'shanda buni ham udar funksiyasidan boridan bo'ladi. Ikkita skorsli bo'ladi hammasi. Milwaukee-dan ham bo'ladi. Bunisi ikkita akkumulyatorli, xuddi o'shanda udar funksiyalari ham bor o'zida. Mana balandlik ikkita skorsli bo'ladi. Hozir bularni ham ishlatib ko'rsatamiz. Mana bunisi Makita, yaponskiy brend, zo'ridan. Bunga ham xuddi o'shanda udar funksiyasi bor, ikkita skorsli, oldin orqa, ikkita akkumulyatorli zaryadkali bo'ladi. Yana qo'shimchalardan drellar bo'ladi. Mana bunday drellar. Drellarni hozir ochib ko'rsatamiz. DeWalt firmasidan, mana bunisi ham
tokda ishlaydiganlar uchun tokli drellarda. Mana drelimiz. Nargisi Bosch firmasidan, germanskiy brend. Namasi Bosch. Akalar, hamma shurpayorlarimiz 5 shotishni bo'ladi. Bular hammasi mana bularni ham bolgarkalar tomonidan, bittasi Bosch firmasidan, nargisi Makitadan. Aka, bolgarkamiz uzun, qo'lli bo'ladi. Mana bu yerlarda skorslari ham bo'ladi. Ko'taradigan, tushiradigan, 1 dan to 6 gacha skorsi bo'ladi o'zini. Buni yana komplektida o'zini kulichlari, 2 metrlik kabeli va bamda ushlaydigan dastaklari ham bo'ladi. Akalar, birinchi bonusdagi drelimizni ishlatib ko'rsatamiz. Qani birinchi shurpayorlarni kattasidan olib kelganmiz, 70 lik shurpayorni ishlatib ko'rsatamiz. Urashini ko'rdingizlar, hozir ikkovini biriga qo'yib qo'yamiz. Akalar, mebelchi ustalar bo'lsa, mana mebelchilarga vaqti zo'ridan. Kirib ketganini ko'ring. Kirib ketganini ko'ring. Vaqti zo'ridan. Udari zo'r. Hozir bunga mebelchilarnikini qo'yib ko'ramiz. Mana bunday petli teshadigan bo'ladi. Mana shu petlini, mana bu narsa uchini ko'ryapsizlar. Buni uchi juda katta narsa. Anday bunday drellarga kuch yetmaydi. Biladi. Akalar, teshishini ko'ring. Bitta emas, ikkovini ham teshib o'tdi. Yana bitta teshib ko'rsatamiz. Birinchisi MDF. Birinchisi teshib, ikkinchisi MDF. Ikkovini ham bir marta o'tib ketadi. O'sha yerga borib taqaldi o'sha. Mana. Chiqarish. Zo'r, mebelchilarga ham bemalol bo'ladigan originalidan bo'ladi, akalar. Keyingi ishlatib ko'rsatadigan narsamiz shurpayor. Makita brendidan shurpayorimiz. Bunga ko'radigan bo'lsanglar, mana bu yerda zaryadkalarni ham ko'rsatib turadi. Pastida chirog'i bor, udar funksiyasi boridan bo'ladi. Mana. Udar funksiyasi ham bor. Akalar, mana burashi ketdi. Ichkarigacha chiqib ketganini ko'ryapsizmi? Buni udar funksiyalari ham bor. Qachonki bir ankrlarni qotirish kerak bo'lsa, udar funksiyasini ham ishlatsangizlar bo'ladi. Akalar, endi shurpayorimiz Milwaukee'ni ko'ramiz, qanday teshar ekan. Petli joyi mana. Xuddi drelni bir xil qilib ochib berdi. Milwaukee amerikanskiy brend, zo'ridan ikkita batareyali bo'ladi. Bunga ham xuddi shunday udar funksiyalari bor. Endigi navbat mana turbamiz, mana qalinligini ko'ryapsizlar. Hozir shuni kesib ko'rsatib beramiz. Bolgarkamiz Makita bolgarka. Mana kabeli ham 2 metrcha chiqadi. Mana akalar, ishlatishni ko'rsataman. Birga turibdi hozir, mana skorsi. Mana akalar, o'zi ushlab turadiganlari ham bor. Akalar, har bitta Monster drabilkamizdan sotib olgan klientlarimizga 3 ta sovg'amiz bor. Mana shu sovg'alarni hozir ishlatib ko'rsatdik. Mana bir boshdan yana bir ko'rsatib ketaman. DeWalt firmasidan shurpayor, amirlar temirli bo'ladi, plastmasali emas. 3 ta skosli, ya'ni ham udar funksiyasi ham borligidan bo'ladi. Chiroqlari ham narsasi bo'ladi, 2 ta akkumulyatorli, zaryadkali bo'ladi. DeWalt Makita bor, xohlaganlarga. Bu tomonda Milwaukee
Tagida mana bosh bor, ikkita sovg'alarimiz ko'p akalar. Xoh drill, bitta bolgarka, mana bolgarkamiz. Mana shunday bolgarkada Makita desanglar Makita yoki bo'lmasa Bosch firmasidan qilib beramiz. Tekiniga akalar, sovg'alari, bonuslari tekiniga. Bitta shurpayor, bitta drill, bitta bolgarka tekiniga. Har bitta drabilkaga 3 ta sovg'a, 3 ta bonus qilib beryapmiz akalar. Aksiyamizga shoshilib qolinglar. Aksiyamiz 15-yanvargacha davom etadi akalar. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib zakaz bersanglar bo'ladi. Bemalol 12 ta viloyatga dastavkalargacha tekin akalar.